Hurmatli kuzatuvchilar, bugun eksklyuziv kontent bo'ladi sizlar uchun. Ko'pchilik mendan so'rashgandi, faqat sekinroq gapiring, eshitib qolmasin. Qo'limdagi oddiy ruchka emas. Bu ruchka shunaqa ruchkaki, $100 ruchka. Sovg'ani doddasi, pappasi shu bo'ladi. Ya'ni bu ruchka shunaqa bejirim ko'rinishga ega bo'lgani bilan ichida mini sekretli diktafon joylashgan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, yana siz bilan men Akbarali Abduvaliyev, kamera mutaxassisiman. Bugun sizlarga ko'pchilik mendan so'ragan ruchka ko'rinishdagi premium kачестводagi original diktafonni video obzorini ko'ramiz. Diktafon qanaqa xususiyatlarga ega, nimalar qiladi va qanaqa maqsadlarda foydalanish kerak, qanaqa qilib ishlatish kerak, xullas boshidan oxirigacha birgalikda gaplashamiz. Faqatgina hurmatli kuzatuvchilar, bizning ijodiy faoliyatimizni qo'llab-quvvatlagan holda hoziroq videoga like bosib, bizning kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Ushbu ruchkamiz shunaqa premium kачестводagi qimmat ruchkaga o'xshaydi. Rostdan lekin qimmat. Xo'p. Shunaqa komplektda keladi. Ochamiz. Shunaqa real ruchka ko'rinishda bo'ladi mana. Qarang. Real ruchka ko'rinishda bo'ladi mana. Xo'p. Hozir qog'oz bo'lsa yozib ko'rsatsak bo'ladi. Og'irligi unaqa og'ir emas. Xo'p. Qimmat ruchkalarni bir-birlariga sovg'a qilishadi-yu, qanaqadir korobka, qanaqadir qutilarda. Xuddi o'sha ruchka kerak bo'lsa ulardan yengil. Prosta endi bu meni shaxsiy fikrim, mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, men nima bo'lsa shuni yetkazib bermoqchiman sizlarga. Xo'p. Korobkasini ochganimizdan keyin ichida shunaqa narsalar kutib oladi. Nima? Birgalikda ko'ramiz. Sizlar uchun bonusiga fleshka bilan naushnikni qo'shib qo'ydik. Bu sizlar uchun bonus. Naushnik, bitta fleshka. Xo'p, komplektidan o'zining USB kabeli. Xo'p, USB joyga qo'yib eshitish uchun player. Ya'ni bu ruchkaga USB ni ulasangiz, player ham bo'lib beradi. Juda ham zo'r. Va ichidan nechta 5 ta donadagi pasta, ya'ni qanaqadir imzolab yuraverib qolmay qolsa, mana shu 5 ta pastani ishlatishingiz mumkin bemalol. Bu yana pastalar qayerdadir sotilishi mumkin. Lekin komplektda bor. Xo'p. Izlagan vaqtda topilmaydi uyda. Kichkina ko'rinishdagi atverka. Shu diktafonni ichida bor, bu nima uchun bilmadim. Lekin yaxshi. Ko'p izlanadi, topilmay qoladi. Va foydalanuvchi kitobchasi. Faqat buni qanaqadir Xitoy yoki boshqacha ko'rinishdagi anaqalar bilan adashtirmaysizlar. Bu premium segmentdagi original kачестводagi original mahsulot. Biz shunaqa ochdik. Xo'p. Bu yoqda micro SD kartani joylashtiramiz. 128 GB gacha qo'yishimiz mumkin. Mana shu 8 GB lik kartamiz ham bizga o'rtacha 90 soatlik audio ma'lumotlarni sig'dirib beradi. Qo'ydik mana. Tushdi. Yana qaytarib yopib qo'yamiz. Bu yo'g'ini burasak, pastasi chiqadi. Oddiy ruchkadek. Endi biz buni bosib turamiz. Ko'rgan bo'lsalar, qizil yonib, ko'k yonib, yana qizil yonib. Bu demak zapis qilishni boshladi. Bitta shunaqa bosib qo'yasiz. Shu yerda mikrofoni bor, zapis qilib turaveradi. 24 soatgacha quvvat yetishi mumkin. Hozir biz buni ovozini test qilib ko'ramiz birgalikda. Bizda buni ishlatishimiz uchun knopkasini bosib turamiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. O'chib yonishni boshladi va zapis qilishni boshladi. Zapis qilishni boshladi. Bu asosan kostyumlarni cho'ntagiga solib olib yurish uchun mo'ljallashtirilgan, ya'ni qanaqadir kelishuv, pulli takliflar, misol shu pulni oldi berdilar. Shu mo'ljallashtirilgan. Buni bemalol hozir test qilib ko'ramiz ovozini. O'z ovozi maksimalli sifatli yozishga harakat qiladi. Shu yoqqa qo'yib qo'ydik. Men 1 metrdan gapiryapman. 2 metrdan gapirdim. Xo'p, 3 metrdan 4 metrdan gapiryapman. Taxminan hozir 5 metrdan gapiryapman. Xo'p, taxminan 6 metrdan gapiryapman. Hozir birgalikda siz bilan ovozini ko'ramiz.
Xo'p. Olamiz va bosib tursak, yana indikator o'chib yonib, yozuvlarni saqlab oladi. Hozir sizga ovozini sifatini tekshirib ko'rish uchun birato'la telefonga yoki kompyuterga ulab ko'rsaman. Demak, ochib oldik. Yana mikrofleshkani olamiz. Xo'p, mana bu adapter. Endi xohlagan adapterdan foydalanishingiz mumkin. Yoki fleshga tushadigan telefon bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri ulashingiz ham mumkin. Xo'p, uladik. Yaxshisi telefonga tushuntirib beraman. Xo'p. Telefonga ulaymiz adapterni. Ulandi. Fayllar menyusiga kiramiz. Xo'p. No name deb chiqadi. Rekordni chekiramiz. Xo'p. Mana buni endi birgalikda eshitib ko'ramiz. Zapis qilishni boshladi. Bu asosan kostyumlarni kompyuterga solib yurish uchun mo'ljallashtirilgan, ya'ni qanaqadir shu ovoz juda ham baland yozgan. Gapsiz bo'lishi uchun. Mo'ljallashtirilgan. Bemalol gapirganman, lekin juda ham baland chiqadi. Ko'ramiz ovozini. Ovozi maksimalga sifatli bo'lishga harakat qiladi. Qo'ydik. Men 1 metrdan gapiryapman. Xonadagi ovoz. 2 metrdan gapirdim. Xo'p, 3 metrdan. 4 metrdan gapiryapman. Taxminan hozir 5 metrdan gapiryapman. Xo'p. Taxminan 10 metrdan gapiryapman. Hozir birgalikda siz bilan ovozni ko'ramiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, juda ham sifati yaxshi va ovoz juda ham baland qilib yozib beradi. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Agar siz shu diktofonni yoningizga olib yurib, past ovozda gapirsangiz ham ancha baland audio fayllarga ega bo'lasiz. Ancha baland ovozdagi. Hozir men odatiy gapirganimda juda ham baland qilib yozgan. Bu yaxshi, misol uchun yoningizdagi inson pastroq gapirishi mumkin, lekin yaxshi yozib berar ekan. Zo'r. Agar siz Toshkent shahrida istiqomat qilsangiz, ushbu ruchka ko'rinishdagi diktofonimizni bemalol magazinlarimiz va do'konlarimizga kelib xarid qilishingiz mumkin. Yoki-da biz 12 ta viloyat bo'ylab BTS pochtalar orqali ushbu ruchkamizni yetkazib ham beramiz. Faqat siz oldindan to'lovni bizga amalga oshirasiz. To'lov qabul qilingan kuni ushbu ruchkamizni BTS pochtadan aytilgan manzilga chiqazib beramiz. Ushbu video kontentimiz sizga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib keting. Video haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib keting. Agar kim xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranlaringizda ko'rilgan ushbu telefon raqamlariga hoziroq telefon qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Hayotgancha bundan keyingi kontentlar qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Men birma-bir o'qib chiqaman.